Bugungi kunda mamlakatimizda sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, tadbirkorlik faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda iste'molchilar huquqlarini ishonchli himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa bozorlarda adolatli raqobatni ta'minlash, monopol holatlarning oldini olish, aholiga sifatli va xavfsiz mahsulotlar yetkazib berilishi ustidan nazoratni kuchaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Jizzax viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yil yakunlari hamda 2026-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun ochiq muloqot tashkil etilib, sohada erishilgan natijalar, mavjud muammolar va kelgusidagi ustuvor vazifalar haqida so'z yuritildi. Hisobot davrida jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yilda 2000 dan ortiq, 2026-yil birinchi choragida esa 700 ga yaqin murojaatlar kelib tushgan. O'rganishlar natijasida 2025-yilda 48 mingdan ortiq iste'molchilarning huquqlari himoya qilinib, ular foydasiga qariyb 10 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilindi. 2026-yil birinchi choragida esa 4500 ga yaqin iste'molchi manfaatlari ta'minlanib, 1,4 milliard so'm mablag' qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlandi. Raqobat to'g'risidagi qonun talablarini buzish holatlari yuzasidan 160 dan ortiq ish qo'zg'atilib, davlat va mahalliy boshqaruv organlariga 15 ta taqdimnoma kiritildi. Davlat va korporativ buyurtmachilar tomonidan o'tkazilgan 1800 dan ortiq tender savdolari tahlil qilinib, 1337 ta savdoda 1400 ga yaqin raqobatga zid holatlar aniqlangan. Shundan 1209 tasi bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ma'lumotlar yuborilgan. 59 ta mansabdor shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 12 ta holatda qonun buzilishlar ixtiyoriy bartaraf etilgan. Murojaatlarning asosiy qismi qurilish va kommunal soha hissasiga to'g'ri keladi. Endi xizmat ko'rsatish sohasida ham bor, savdo masalalarida, dorixonalar masalalarida asosan 70%ni o'sha qurilish, kommunal sohalariga, xizmat ko'rsatuvchi sohalarga to'g'ri keladi. Qo'mitamizda murojaat jarayonida ishonch telefonlari mavjud. Murojaat qilingan holatda to'g'ridan to'g'ri qo'mita o'zini nazoratiga olib, tegishliligi bo'yicha tegishli hududlar yoki tegishli vazirlik idoralarga yo'naltirilib, masalani yechimini oxirigacha nazoratga olib, qaysidir bir idoraga o'tkazildi, bo'ldi emas, uni masalasi hal bo'ldi, bo'lmadisigacha ulardan javob olib, nazoratini amalga oshirib boradi. Hisobot davrida qo'mita tomonidan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, sog'lom raqobat muhitini ta'minlash hamda qonun buzilishlarning oldini olish borasida tizimli ishlar amalga oshirildi. O'rganishlar natijasida minglab iste'molchilar manfaatlari tiklanib, aniqlangan kamchiliklar bartaraf etildi hamda mas'ul shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Kelgusida ham raqobat muhitini yaxshilash va iste'molchilar huquqlarini ishonchli himoya qilish yo'nalishida ishlar izchil davom ettiriladi. Bu kun Feruza Obloqulova, O'lmasbek Xudoyberdiyev, Jizzax.